Salom obunachilar qilaysiz. Mendan beta serverdan podarka tayyorlab bering aka deyapti. Qaranglar, podarka endi sizlarning o'zlaring ham o'sha beta serverda yuklab olib mazza qilib o'ynasalaring bo'ladi. Endi qaranglarda ko'plar mendan akkaunt so'rayapti. Aytdim-ku, akkaunt almashtiraman, kimga akkaunt kerak bo'lsa beraman dedim. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda bir bola bilan akkaunt almashtirildi. Akkaunt almashtirdik, mana gmaillari hamma narsasi bor. Akkaunt berdim. Yana bitta brat o'rtog'im bor, ana shuga ham akkaunt kerak ekan, akkaunt berdim. Mana aka men bering deyapti, obuna bosgan ekan. Mana YouTube kanalimga va Instagram akkauntlarimga obuna bosgan ekan. Biz mayli bu bolaga ham bitta akkaunt beramiz. Qaranglar endi jigarlar, mana bu yerda ham akkaunt berilyapti, akkaunt almashtirilyapti. Qaranglar jigarlar, kimgadir endi beta versiya qiziq bo'lsa, davay mana shunday mening akkauntimga o'tasizlar. Shunday mana bu yerda silkani bosasizlar va YouTube kanalimga o'tasizlar. Qaranglar, YouTube kanalimga videosini tayyorlab qo'yaman. Ana shu beta versiyaning qo'llanmasini tayyorlab qo'yaman. Shunday obuna bitta bosasizlar. Obuna bosgandan keyin videolardan kamida 10 tasiga like bosasizlar. Keyin shu yerga tayyorlab qo'yaman o'zim beta versiyani qo'llanmasini. Beta versiyani qayerdan o'rnatish hammaga qiziq. Telegram kanalimga shunaqa o'tasizlar va mana shu yerda shunday kanalga qo'shilishni bosasizlar. Bilasizlar, yangi Telegram kanal ochganman. Noldan ko'tarilyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana Telegram kanalim. Mana beta versiyani tayyorlab qo'yibman. Shunday API'ni o'rnatasizlar va o'ynayverasizlar jigarlar. Mana API'ni o'rnatish chiqib kelyapti. API'ni o'rnatib o'ynayverasizlar. Men o'rnatib qo'yganman, shuning uchun menga hozircha shart emas. Qo'llanmasini desa YouTube kanalimdan topasizlar. Mana xuddi mana o'shanaqa ko'rib turibsizlar, tayyorlangan beta versiya. Ko'rib turibsizlar. Sizlar bilan Diyorbek Fafa bo'ldi.